Hozirgi dunyodagi eng katta birinchi boy amaliyotdagi Gantesha bu Elon Musk zodi qanday qadam. Elon Musk Janubiy Afrikada tug'ilgan. Ham buning oilasi bir binormal oila. Yani bu kichikdilla ota-onasining mehriga tuyunib, shu yerda voy balam deb quchug'ida akiltib, malningdek cho'ng bo'lmagan, ota-onasidan ayrilib digidek cho'ng bo'lgan. Doim digidek yolg'iz qolgan. Uning ustiga bu Janubiy Afrikadagi bu Elon Muskdek bir oqtallikning bir yolg'izligi, men sirtqa chiqqanda texim bilinib ketganchu, taloq chiqib qarshi bu hammasi badalında qop-qorli tug'an. Bu üzül appak tuğan, şunlar bu tehrimelik bir yalgızlık bir xil biyaranlık his qilib, öyden çıkmaydıgan bir halet şekillenip qalgan. Kichigiden öyde oturup bu to'xtamay manxuani ve her xil kitaplarını okugan. Hem de o vaqt hazırkıdak doyun koyuşu yok da, şunlar amal yok, bir kitap okuş gerek. Üzünün bu zirkişini öyden çıkamay muşundaq besiq tuğan. Hem bir yer Elon Musk yaqtırıp okuyduğun kitaplardan felsefe, tarih, astronomiya, fen texnika, soğud işleriga dair muşundaq kitaplarni to'xtamay o'qigan. Endi bu Elon Musk kichigidan 10 necha soatlab kitap o'qiy oladi. As tutish qobiliyatimi kitapni o'qiyverishga yuqori bo'lib ketgan. Shuningdek, muşundaq bilimlarni to'xtamay elish tufaylidan endi bu Elon Muskning ideyasi taraqqiy qilib to'xtam. Men cho'ng bo'lsam chuqum butun dunyoga ta'sir ko'rsatadigan, butkul dunyoga o'zgarish aklalaydigan, hammadan tundigan bir odamga aylanaman deb niyat qilgan. Yani tartış gücünün kanun düğünce, mehbiyetlik günce muşundaq bir arzu dozkusunu tüzgen. Kurgutusu emas. Bu aşı Edison davrida o'tgan dunyodagi eng katta kashfiyotchi. Simsiz cho'ng degan qilish, simsiz aloqa hammasi mushundan boshlangan. Buning kashfiyotlarini men bu sanabmi bilmayman. Nikola Tesla qiziqadiganlar ayrim ko'rib baqsanglar bu. Yoki mush to'g'risida mazmunni anglaydiganlar meni go'nja qo'yib penguchu qoldirsanlar, kelarki sanda mush to'g'risida so'zlasak bo'ladi. Elon Muskning ikkinchi cho'ng bildigan, cho'qindigan odam bo'lsa, Olma şirketinin kurgucusu Steve Jobs. Şunun bilan bu yerdagi Elon Musk o'ylagan dunyodagi eng ko'p kashfiyotlar, kashfiyotchilar, korxonchi boylar muvaffaqiyat qozongan katta olimlarning hammasi shu Amerika degan yerga. Shuning uchun men chuqum Amerikaga berishim kerak. Ash Amerikadagi kiremini jilg'isiga yeg berib, men bir kishilik ustad o'rindiq tepishim kerak deb qattiq niyat qilgan. Hamdilikim bu yerga Elon Musk bu vaqtning o'zida bevosita Amerikaga boramagan. Bu oldi bilan Kanadaga borgan. Kanadaga berib bu yerdagi maktab kirib o'qigandan keyin anonkin Kanada orqali Amerikaga kirgan. Hamda keyin bu Amerikaga kelgandan keyin buning kallasi teximechilib ketgan. Hamda insonga ta'sir ko'rsatgan eng cho'ng narsa muhit. Amerikadagi muhit ta'siri buning aslidagi qurchiga texim ta'sir ko'rsatib, nayt kalsi echilib ketgan. Shuning uchun o'zinglarni o'zgartmoqchi bo'lsanglar, birinchi atrofingizga muhitni o'zgartirish kerak. Chuqum sizlarni o'yinlar, tomoshalar, kashlik o'ltirishga tortadigan do'stlaringlardan jiroq turishinglar kerak. Yomonlab qolsin mayli. Bilimlik Bay, bunundak aktif kişiler bilen amal ve miman qilib bo'lsin yaqin bo'lishinglar kerak. Aning keyindan uyinglardagi muhitni hamda amal yo'q kitap orqali muhitni o'zgartirishimiz kerak. Shuning bilan bu yerga Elon Musk bu Amerikada bir mezgil yurgandan keyin hamda buning cho'qindigan eshib tutadigan odami Jobs. Hamda Tesla burilib o'lib ketdi, lekin Elon Musk yangi kelgan vaqtda Jobs deb bor. Bu olma şirketini taraqqiy qildirib, iPod deymiz, iPad deymiz, iPhone deymiz, nurg'un narsalarni bazaqsi butkul dunyodagi bir elektronlik kasblarga boshqacha o'zgarish kelgan. Elon Muskning bu yerga nishoni shu Steve Jobs'dan eshib ketish, Jobs'dan keyingi dunyoga ta'sir ko'rsatgan bir shaxsga aylanish. Bu o'ylaydi, dunyoga ta'sir ko'rsatgan shaxs bo'lib, mushunda eshib ketish uchun faqat va faqat kuchli kasbni qilib, mushunda ta'sir ko'rsatish mumkin. Birinchisi Huawei tor texnikasi. İkincisi, Shinongyang yeni elektr manbasi. Üçüncüsü, Taikung Tansu. Yani olam aviasiya işleri. Şununla Elon Musk şu arzusu için birinci olup Tor texnikasi muşundaq bir şirketini qurgan. Zip2 degan şirket. Bu şirket hem de Amazon'ның Taobao qatarlıq Tor'da mal satadigan şirketlerning eng dastlabki asosi. Bu şirketni setayotgandan keyin bular foydalanib, mushuninki mo'shusi bilan shunda taraqqiy qilib boy bo'lib ketalgan. Uning keyindan yangi energiya manbasi, ya'ni dunyodagi eng chong quyosh energiyasini to'qqaylantirgan bu shirkat, ya'ni Elon Muskning. Hem biz hammamiz bildigan Tesla şirketi, shunami? Uningdan keyin olim aviasiya şirketi SpaceX degan shirkatni qurib, nurg'un raketalarni yasadi. Hamda ma mazmunlar qiziqadiganlar meni go'nja qo'lib, buningdan burunqi yo'lgan ikki mazmunim bor. Elon Musk to'g'riliq shuni ko'rib baqsanglar bo'ladi. Rahmat.